sigaret olib kelin cho'nchagingga tiq dem bilan olib qo'yadi. Jinni men dembillarga gurus qo'yaman, ha? Har kuni menga sigaret, baliq, mayda-chuyda tashlab ketishadi. Ammo ishonmayapmi? Men qaraman. Bu kalt ko'ryapsanmi? Bas chast kalti bo'ladi, menda turadi. Qolasan hozir qulta ketib yuboraman. Kulma jinni mana. Mana bu chast kalti. Buni o'qdorlar omborxonasining kalti. Ha, pushti nimaning kalti? Bash pushti kalti olib ketgan kamtirxonaning kalti menda qolib ketib ocholmay yurganmi? Yaxshi, chast tozalab qo'yiladi dedim, ishni boshlash. Nima gap o'zing? Qayerda o'qiyotganding? ICFTda u yerda 2-kurs yoki undan yuqori kurs talabasi bo'lsang, bitta maktabda o'qigan sinfdoshingni olib kelib o'qishga topshirtirsang, kontraktni 57% gacha chegirma qilib berishadi. Faqat bitta sinfda o'qigan bo'lishing kerak. Seni ham tortaymi? Yo'q, sen hozir max sotib turgan, men armiyadan chiqqandan keyin sizlarda vayni kafedra ochaman o'zim, bittimi? Behruz yaqinda to'yim chiqasan bungacha? Jinni senga nima deyapman? Chast kalti menda lubopa chiqib kelaveraman. Sen nima gaplashdingmi? Kartesh? Yo'q, gaplashmadim hali. Gaplashma, u tankdan kartesh qilib beraman. Voy, adushechika. Bo'pti, biz qaytdik bo'lmasa. To'xtanglar. Nargiz Amerika tegib ketgandir, bevafo. O'g'illi bo'lib o'g'lining ismini Behruz qo'ydimi? Behruz, sen 1 oylik armiyaga kelgansan. Kelganingga 1 hafta bo'ldi xolos.